Zibeydemu biz bilen hemkarlaştı kol tutup. İşletinglar hem onu güzel bulay desanglar. Zibeydeni işletken dep bilinglar dostlarım. Ko'chalardan havada chiroyliqni ko'rsanglar. Salom hurmatli akalar, ustozlar. Ben Paratkamdan şimdi ishkin deb bering. Paratkam bilan hamda yeni tanishgan vaqtlarimizda Paratkan ustoz deb hurmat qilib rasmiy uchun biz ustozlar qadamlar biz chaqchaqni yo'lda yurib ketib qolgan ustoz akalarimiz. Paratkan yeni tanishib 5-chi jalishib oldik. Paratkanning davlatni seviyasan nacharkancho. Birinchi kuni jalishib oldik. Islom jilliz bir masalaga bor chiqmayli dedi-ku. Ustoz men jilizni bilmayman, ama ne chiqligini bilmayman-ki. Davxon avat turanga demaysan, davxon avatchi uqmay ekanda. Nima o davxon deganlar dedi. Paratkan bu davxon degan asar nima telefonda ekanman rasm topdim-a. Da siz qo'yma, ashakir siz to'pib bir yeshil xat boshini beslatsangiz, sizning nadlikingiz, nima ish qilayotganingiz, ne tug'ingiz hamma deb turgan narsa bo'lmasa to'rdan topa olmaysiz desam, ma'qul deb mening deganimdek avat tutdi, ammo avat degan davxon degan ish to'g'rida. Paratkan bilmagan bir gap sepaqachi deb, ustoz, meni to'g'ri avatibsiz, ammo siz o'birniydi ekansiz-a. Va davxonda o'birniyda deb chiqyapti-ku desam, Paratkan rost uqmay ekan, men javob qaytiribdi. Yo'q, men zonzib o'tirib olgan, shuni ishdan chiqaman. Bu Paratkan bilan endi shu so'rashunda yaxshi o'ynab tuytatdim. Aytishonlar Paratkan bilan ta'lim olay deb gap qildim. Ustoz, siz bizga ustozlik kelsangiz, men sizga o'xshayman chaqchaqchi bo'lib, so'nilgan batiya qandaqsan bir chaqchaqchi bo'laman desam, amaliyotda Paratkan meni tasdiqlagan gapga. Men rost o'xshaydi deb ishni qilibman-da, Paratkan bunday dedi. Bu oson qara. Kunda o'zini ayna qarab shovishni tatib, bana bir ay evvelsen, çeşme çakçakta su bulabilirsin, yaman bu dedi. Mağkul da beni bizden burun çıkan ustazlar boğan iken gepik işini bir ay özümle okşutup evettim kara Paratkamga. 15 günde kaç gün iğiz burun kamı tügüdü. 20. günü yani kiyim biçeklerimi almayıp okşattım. Yetmedi kiyim biçek. 30. gün geçe arkamdan kiyimlerini okşutup ara yetip aldım 30. günge. 31. günü Paratkamdan olcudu bir sorunu bakılıp içilip gidip Paratkamla okşutup gittim digine kara. Bu Paratkan zandak içilip gitti. Teşe çıkan gibi Paratkan. Mına yaraysa hakiki şagittin digidek buldum buna. Ha manda çakçakını gömerdim ben ki çeşme çakçak nimdak hemen bulup gittim dedim. Ben bukmayayım ustaz. Özünüz beşinde inek karab özünü şavuştuğunu tatıp okşutup bana bir ay evet dedim. Mağkul deyip evet dedim bana çakçakmışlar. Yaman bu gitti mi? Desem Paratkan ha dapkıp gitti. Ertesini başlayıp özünü okşutup bana evet olan bakın. Paratkanlar boğan işte yaman çıkçı. Siz onu bir mesleğe çıkaldık. Yaman yakşı işin, Paratkan şimdi yakşı işin ortadı ama sonra bana destan emez. Benim giremeydi. Coza, ortalıkta bir coz var. Şuna yakşı işin oldu Paratkan. Hem bir oktu. Sonra diyen çan çıkıp vardı. Ayaktan gibi örümsüyordu, mayaktan gibi örümsüyordu. Ama uzulduğum bir malı mesul tutup ara. Paratkan örüm zamakçılardı da kolu yetmedi Paratkan'a. Paratkan yenişe diyeti Paratkan'ın kolu yetmedi. Hem Paratkan yenişe dese yana. Abalın kolu 100 koy. Közüm ocakta durup mayak gibi olan okşadı da. Yenişe dese yana. Yenişmeyse amal yok. Paratkan yenişe akama 100 koy suyutayız. Paratkan amal yok. Ha bopta var ilgilgen başı kılıç kesmek. En ahır bir barın derdi. Şinjan Tekstil Soda Çekiş şirketi kuchli kollektiv asosida qurilgan bo'lib, o'zgacha soda andisini turg'izib, har xil ishonchlik bo'lgan mahsulotlarni bozorga silib, xalqimizning yoqtirishiga erishib keldi. Jamiyatimizga cho'ng-kichik har xil kasblar bilan xalqqa mulozimat qilishdan sirib, Tekstil markasidagi har xil eng ishonchli mahsulotlarga har qaysi shahar nahiyalardan hamkorlashuvchi chaqirdi. Shundaqla Tekstil markasidagi mahsulotlarni sotib olgan har bir xaridorlarimizga ishga oldigacha mulozimat qildi. Oilangizda Tekstil markasidagi mahsulotlar bo'lsin. Adresi Eli Xalqaro Cho'ng bozor Abina 4-qavat 113 ishxona. Telefon 1999 01 85 991 155 99 99 44 86. Sorun degan mana burunqiymiş sizlar demek cho'nglarning yaxshi qizib yoqqan. Ma hozir biz demek bolani minggu qanishib ketgachkimi? Sorunda chaqchaq qilsak tushunmaydigan bir ishlar bo'ldi-ku. Gap qilsak javob qaytarganda 2-3 sorunda bolan qo'y bor. Bizga tamoqning o'rnidan chiqib bo'ldi ular, amal yo'q.
ikki uchi bor. Gapni ham derdi, gap qilsangmi shu? Gap qilsangmi shu de. Lekin men bor, Faradkan bor, Olimkan bor, shunda yaxshi qizotadiz. Shahar ichida bir so'ran. İki bal kebapti. Meslamda nim deydi desen ikkisidan uchli gapi bor. Birisi deydi, "Ha, shundan qaragan sayda o'xshamamsa." Yani birisi deydi, "Ha, o'zimni gumon qilatamsa." Üçüncü gapi nima bo'lsa, "Dodiydan so'radi, boshi gap yo'q." Uchta gap bilan javob qaytardi. Faradkan o'rnidan qo'yib, "Salomat tutuq ol. Menda ishki umr sizlar beraydi, sabr qilib, ha, shundan qaragan sayda o'xshamamsa." Endi bunda qilma mas'ulni qiz deysiz, "Ha, o'zimni gumon qilatamsa." Ya bunda qochib ketsan, "Mamuz dodiyga deb so'rin buzib ketdi, aman yo'q, qizimda." Jo'zda o'tirib, opamdan deb benim tugiga bir so'ran bo'lgan, "Apa, ishki bal kebapda qara, shundan qaragan sayda o'xshamamsa, o'zimni gumon qilatamsa, dodiyni so'radi." Tüyüktü desem apam tukumlu işkine ekilip ilgine balam dedi de yemeği cuma yaparsam konu bilişip durdu desem apam özenden güman kuatan dedi. Apam limonlar kullandı apam tukum gazdan mı tokunan mı sen dadiydi sonra dedi. Apa sen okumaysan ama tukum palak okşaydı desem şundan kargan seçti okşaysa dedi. Salam akalar, onlarning mushakkaligi bo'lsa, Baxtiyor kamdan shidin bir ishkilda beray. Baxtiyor kam bilsa, o'tgan bizning do'kon beribdi deb qoldim-ku. Baxtiyor aka, sen bu chaqchaq qilib ajoyib tunilding aka. Yaqin-yaqinlikda kuldir-kuldirga chiqding. Yama ichilib ketding, solchilarning obraz vakillari bo'lib ketding aka. Hozir do'yinlari sen bo'lib ketding. Salulloh demisan, Baxtiyor ko'kchapan deb. Chambiraklar demisan, yomon to'nib ketding aka, sen dunyodan beg'am. Mana afka, bu tonlash olamda, do'yin bo'lamda, unda shuni oldida bir tonilganman. Shu vaqtda qara denshik meni ilonlarim muhtoj ketgan, gizlak bisib ketgan, diagramlar rasmlarimni choplagan. So'z saroyini oldirdi, Baxtiyor Abdulaziz deb mushta vaqirab ketgan degan. Va aka, nim bo'lgan aka, sen umid ko'zak chiqanmi yo talay yo'ltuz chiqqan bo'lsa, va yaqafka men yurib ketib odam izlashni Bu Baxtiyordan yomon chiyan. Buni laqimba ko'kchapan deb achapanimi yomon uzun kiygach bo'lib qolganda. O'tganda bozor kiribdi. Hozir shani bolalarning hammasi basushki ketdi. Men bir kiyadigan deb xapomay ipasan dedi. Bo'ldi deb hamda basushki deganda yalang'ida kiydigan emas, yozning kunilar. Madrasaga apadim 100 kg bir basushkini paranshib, nechinchasini kiysa aka, sen 41 ni kiyma dedi. Shuni xapomay 41 rasmdan birini bering aytsam, 42 ni olaylik, 42 ni deydi. Aka bu basushki deganda dalkiydigan emas, ham 42 ni olaveradi dedi. Shuni olay aka, bu 42 nim qilsa deb so'rsam, bizning kunaslarda qishi jamoa so'g'ildi, qishicha ishib paypa bilan keldi. Abay anladinglar. Bu og'izga gap kelsa, deliverdi odam boyoq demaychi. Birinchi yechimda hammalar bizlar uyda 1.5 oy shikoyat yetib ketdi. Shuni ular yechimdan chiqqan ekanlar, aytmoqda, "Eksafka, nimada qilsan? Men o'ynatmasam, g'o'jiq barmay ayollarim bilan o'ynatmay faqat mumkinni ko'rsan kelyapti. Bo'ldi aka, o'ynta gap yo'q. Ne gapirmasam gangchan qapal dedi. Ben bo'ldi shuni apadim buni. Iyada saqchibollar vaqirib turadi. "Bollar, arliq tashlanglar, maskin taqanglar, yaxshi taqanglar, arliq tashlanglar, shu mezgili" deydi. Bu ayol bilan qo'ldoqlashib ketadi. Buni oldida men balasi yetlab ketib bormanda, bir saqchibola buni ko'rish qoldi. Baxtiyor, sen dotma, arliq tashlab menga dedi. O chattig'i yo'q, meni yemadi yana. Baxtiyor, sen dotma, arliq tashlab menga dedi. Yana kar yo'q, menga yeganda yiliq bolimi yomon tiyilib ketib, yana qilib keldi. Qanday emasam, qilashlandim shuni madiga qanday mezgili, juqum mezgili arliq tashlab menga qo'y desa, dunyodan beg'am. Afka juqmaydi, juqqamiz burunda juqatdi. Biz kechda buningdan yiqiyapmiz. Bu fakatli bir davlatni ancha bilib ketmaydiganda yomon macharka. Deganda aylanib kelyapti, bo'lib sibiyni ketpasak, bir xazvatimiz buni manda so'qib qoldi. Manda so'qatdi. Shuninglar bu manda qarsa aytimiz, "Debichi, desa, men endi ishni bilmay turib ketib, "Budibuchi" dedi. Ona keldim bo'ldi, men aytgan birdan bir aylanaylik deb bo'ldi deb aylandim. Ganjani olib kelgan chog'da bir kichik bola yana so'qyapti buni. Gap qilmay kes, bo'ldi kichik bola degan deb. Bu kichik bola qarab, oldin qarab menga va shum dedi. Deganki kichik bola nimdaligi deb qarabsa, buni ingliz tilida tilab ketdi. What the fuck dedi. Va bichara nimdashni bilmay turib ketib, "Ne the fuck" dedi.